Mikrofonlarni qanday ishlashini bilasizmi? Mikrofonlar qanday ishlashini bilishimiz uchun avvalo quloqimiz qanday ishlashini bilishimiz kerak. Agar quloqlarimiz yo'q bo'lganda miyamiz kelayotgan tovushlarni tushunmasdi. Bu tebranishlarni tushunish uchun miyamizga tarjimon kerak. Bu tarjimon esa bizning quloqlarimiz. Tovush deb havodagi tebranma harakatlarga aytiladi. Shu tovushlarni quloqimiz qabul qiladi. Quloqimiz ichida joylashgan yupqa pardalar ham tebranish natijasida bu tovushlar elektronerv impulslariga aylanadi. Shundan so'ng miyamiz ma'lumotlarni qabul qiladi. Mikrofonlar ham shunga o'xshash ishlaydi. Mikrofon ham havodagi akustik tebranishni elektr tebranishga aylantirib beradi. Mikrofonlarning ichki ko'rinishiga keladigan bo'lsak, birinchi bo'lib yupqa plastikdan tayyorlangan membrana turadi. Keyin esa g'altaksimon katushka joylashgan bo'ladi. Katushkaning ichida magnit maydoni yaratish uchun magnit joylanadi. Xuddi shu membrana quloq pardasiga o'xshab tebranib, havodagi kelayotgan tebranishlarni elektr tokiga aylantiradi. Shu va shunga o'xshash kontentlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosing, obuna bo'ling, qo'ng'iroqchani